Xalisa Pişiroqdan salondagi barliq azizlar qandoqlarni yaxshimi? Bugun o'tmoqchi bo'lgan yangi bir darsimiz 2159 son Peter Kao mantini o'timiz. Qizlar nihoyat yaxshi yeyishib bo'lgan mantining bir turlari bo'lib hisoblandi qizlar. Shunchalik shirin. Mana oldin qatimliq sonlarga o'xshamaydi. Buningga alohida bo'lgan tamlik bir narsa silindi. U bo'lsa mush darsxonamizda tafsilotda so'zlandi. Kavadan xanımlar 1 kilogram etrafida kava tayyorlasanglar bo'ldi yoki 1 kilo 200 gram etrafida. Uningdan qolsa buni ma'qul shakldagi qirg'ich bo'lsa, qirg'ichdan o'tkazib olsanglar bo'ladi, o'sha holat bo'yicha. Yoki bo'lmasa, biz shu qing'roqda, cho'rak kelgan joylarda to'g'risak bo'ldi. Qaranglar, buni ma'qul shakl bo'yicha qirg'ichinglar bo'lsa, avtomatik yaxshi holatda o'tadi. Shuning bilan buni bir ushaq to'g'rashmi ketmaydi qizlar. Ham bu holatdagi chiqadigan uskunalar bo'lmasa, ma'qul shakl bo'yicha bo'ldi emas. Bu nihoyat yaxshi ushaq holatda to'g'risanglar bo'ldi. Endi ma'qul tipda mana bu joydolar bilan ushaq qilib turib to'g'irmasanglar bo'ldi. Buni qaranglar. Man biz hamda ma'qul shakl bo'yicha inchik holatda to'g'irib olamiz. Hamda buni to'g'irib olgandan keyin qiymimizdimi qizlar tang nisbatda kava, tang nisbatda qo'yning go'shtini tayyorlasanglar bo'ldi. Do'qroq piyozdan 200 gram etrafida, andan keyin tuzdan muvofiq miqdorda, andan qizlar 50 gramdek shakarni qo'yib o'tamiz. Andan keyin qarmoch, zira. Andan bu go'shtimiz qizlar diqqatda loq qargo'sh bo'lsa, sumaydan yana 50 gram etrafida sumay qo'yib olsanglar bo'ldi, bek o'xshaydi. Andan buni ma'qul shakl bo'yicha yaxshi holatda aralashtiramiz. Buni sumayni qo'yib oldik va buni yaxshi holatda aralashtiramiz. Andan keyin qolsa, buningga xamirni tayyorlaymiz. Xamirni tayyorlash uchun 800 gram un, suvdan 220 gramdan 240 gramgacha suv tayyorlaymiz. Xamirimiz chunki Peter mantining keyin sal changroq bo'ldi emas, tuzni muvofiq miqdorda qo'ysanglar bo'ldi. Bir qo'shiq changroq holatdagi. Ondan keyin qolsa buni xamirimizni yo'g'irib changroq holat xamir oldiga akilib oldik. Oldingi biz buni shu xo'shang batimiz, buni boshroq qilgandik. Endi biz buni ma'qul shakl bo'yicha yo'g'irib buni 15 minutdan 20 minutgacha tindirib olamiz. Buni tindirib bo'lgandan keyin qizlar endi yeyish uchun biz buni endi shu xamirni bir xil tingandan keyin yana ma'qul shakl bo'yicha aylab buni andan keyin bir xil lag'manga piltqanga o'xshab cho'ngroq holat bo'yicha kesib olamiz. Andan keyin mana no'g'ish bilan mush holat bo'yicha akilib olamiz. Andan keyin qolsa yumloq holat bo'yicha kesib olgandan keyingi shakl boshqa, ma'qul holatdagi shakl boshqa, ikki xil holat bo'yicha qilib bo'ldi. Endi biz bu yerdagi sizlarga yumloq holat bo'yicha ma'qul holatga kelib turib, ushaq qilib turib, qizlar buningga bir xil ko'znak holatdagi yumloq shaklni echilamiz. Qaranglar, qilinligini biz mush holat bo'yicha bo'ldi. Amel qilag'manga pilt qildigan holatlarcha yumloq holat qilib elib turib, unimi kesib ondan keyin zuvul qilib emasmi? Ondan yayib besib turib qo'limizga. Ondan keyin ma'nosi qulayroq holatga keldi. Ondan alaydilik nima dedidan emasmi? Mishada başlab o'tgandek shakarni qo'yamiz kava qizlar. Shunda ta'mli chiqadi juma. Mana ma'qul holatda yumloq qilib kelgan potilkalarning yoki qiliblarninki bo'lsa, shunday shakl bo'yicha shakl obdan chiqarib olsanglar, ondan buningga yani yebisib, yani yeyishmi ketmay turib, qolay holatda puzi bilan echilsizlar. Mana biz mavu kavmantimizningki jiltisini ma'qul shakl bo'yicha tayyorlab oldik. Uning ustiga qurg'un sepib turib, buni biroz tindiramiz. Hamda tinib, yana 5-10 minut atrofida tingandan keyin yana tekrar holatda ichib, ay boshda qaysini qilmagan bo'lsak, shu yerdan boshlaymiz. Mana qurg'unni sepdik va ma'qul shakl bo'yicha mana buningga jiltisini ochamiz. Yumloq holat bo'yicha. Endi shu xil shakl bo'yicha sizlar boshqa benshirninkini qilsanglar bo'ldi, mavu jiltininki. Sal kichikroq holatda kesib turib, mana biz endi Peter mantimizningki xamirni shu shakl bo'yicha yumloq qilib endi echilamiz. Endi buni yumloq qilib echib olgandan keyin mana qaranglar, ma'qul shakl bo'yicha buni nefis qilib yaxshi tangshildi. Ondan buni ustiga ilib biroz yana to'plab qo'yamiz. Ondan keyin qizlar hammasini shu xil shakl bo'yicha qilib bo'lgandan keyin tigidan elib turib, qaysini birinchi bo'lib qolgan bo'lsak, shuni elib, ondan yana tugish ko'timiz. Shuni g'alaydi askarcha. Mana biz endi buni ma'qul shakl bo'yicha mana echib oldik. Endi echilib, yana ichi shu cho'risi inchga nefis holati bo'ldi. Ichi sal qiyinroq holat qilamiz. Mana tekshi holatda Peter mantimizningki jiltisini echib oldik, kava mantisiniki. Endi buni ma'qul shakl bo'yicha ichib bo'lib, buni tayyor qilib oldik. Ondan keyin osti tarafini usti qilib turib, mana qaranglar. Ondan
Anadaki manımavu cimbilimizningki qasqanlarını yana maqil şekil bilan çötkü bilan maylı olamiz. Endi buni maylı aldık, endi buni maylab bo'lgandan keyin biz avval qiymini tayyor qilib olgandik. Jiltinimizni qimin yo'qirib jiltinini tayyor qilib oldik. Endi tugish kötimiz. Mana maqil şekil bo'yicha mana qo'shiqimizda ilib buni andin buning shaklini chiroyli shakllarni shakl keltirib turib mana maqil shakl bo'yicha tugislar mana qaranglar. Mana mushkul holat bo'yicha chiroyli g'alati shakllarni keltirib turib tugsanglar bo'ldi. Nihoyat chiroyli ko'rkam ham o'lchamli chiqdi qizlar. Men shu dasturxonlarga olsanglarmi nihoyat ratlik elimda. Mana qaranglar maqil shakl bo'yicha tugdik. Bundan chiroyli tugadigan qizlar bor, chiroyli g'alati tugsanglar bo'ladi. Tugib bergan siri. Endi buni kama birinchisini to'qib yana shu holat bo'yicha tugib oldik. Ondan ikkinchisini ma qo'shiqimizni ilib, mana majiltimiz anadekan qiymimiz ozmi Çıqla qarab turib, bunu tangshab, onun degan qilsanglar bo'ldi, mana. Bunu memdu maqlalat bo'yicha tugib oldik, Endi maya keldik, mana. İchiga sig'dan o'tsa, ichiga tiqib, onun degan qilsa, ozroq ziyoda bo'lsa, ziyodasini elib o'tamiz. Buni maqlalat bo'yicha keltirib, mana tugsanglar bo'ldi. Endi buni tugib bo'lgandan keyin yana 3-cü, 4-cü, 5-ci taki şu qasqınımızı toşqan qədər tügüb tayyor qilsaq bo'ladi. Endi buni ma'qul shakl bo'yicha tayyor qildik. Undan keyin qazimizni silib, buni 15 minutdan 20 minutgacha pishirib elib olamiz. Undan keyin qasa pishib chiqqan Peter mantimiz mana shu holat bo'yicha bo'ldi. Peter Kaumanta qizlar. Endi buni mehmonlaringlarning oldiga apasanglar bo'ldi. Yana birisi qaranglar, mana biz qilib yaxshi tangshalganlik uchun mana bu tishlibmi ketmadi. Ondan keyin qaz shunda payza endi sizlarga buningki ichinimi ko'rsatib o'taylik. Ma pishib chiqqandan keyin shaklini qaranglar meniki. Shunda payza. Mana qaranglar, haqiqiy Aqsuno Peter Kaumantlari bo'lib ketdi. Qizlar qaranglar, mana shunda shirinlikka. Mana bu shekan solgandan keyin kavga nihoyat moslashib, shunda suluq, shunda payzi tamlik holatda bitib chiqadi. Meniki qizlar endi qog'inni shu xil shakl bo'yicha tugib pishirib, undan keyin osonlar bo'ldi. Yana birisi iste'mol qilgan chaqda ozroq miqdorda qarmoshni ustiga sepib yetib turib iste'mol qilsangiz shunchalik tamlik chiqadi. Hamda qarmoshni qolmaydigan yana shunga iste'molchilar bo'lsa, uningga sepmasanglar bo'ldi. Qizlar shunda bir xil tamlik ko'rkam chiqadi. Qiytiqni yana qo'yib turib iste'mol qilgan holatlar bor. Uni o'zinglarning iste'mol ahvolini qarab turib qilsanglar bo'ldi. Xalisa pishiriq taom salonimizningki yangi 2159 soni tamom. Kelar qitimqi yangi son, yangi mazmunda boshqa salonda yuz ko'rishayli xonimlar. Xayr xo'sh.